Vladivostokka qor yog'yapti. Shamol, qor, podyezdlarga, dvorlarga kirib chiqish, klientlarni olish, oborib qo'yish muammo. Juda ehtiyot bo'lib ishlash kerak. Yo'llar tozalanmagan holi. Ertalab narxlar arzon edi, obedgacha. Voditellar ko'p kishi arzon deb kirib ketdi uyga, ishlamaymiz bugun, bu xatni qilamiz deb. Men ham endi 4 ta zakaz qildim. Zakazni ko'rib, qayerlarga kirib bo'ladi, kirib bo'lmaydi, ayirib, ko'z yetaykon, yaxshi adreslar bo'lsa, olib ishlasa bo'ladi. Hamma joyga kirib chiqib bo'lmaydi. Keyin Vladivostok baland pastlik bo'lgani uchun ba'zi joyga kirsa, chiqib ketib bo'lmaydi, o'sha joy qolib ketadi mashina. Qachon tozalaydi, tuz sepadi, keyin normalni bo'lsa chiqadi. O'sha uchun ehtiyot bo'lib ishlash kerak.